8 yoshli o'g'il bola o'zini 73-yilda tug'ilgan amakisi tomonidan 2 yil davomida bittasini zo'rlab kelingan. Onani xabari bor. Otani xabari bor, lekin yuboraverishgan amakidagiga. Tushunmadim. Qanaqa qilib ota-onani xabari bo'lib yana yuborish mumkin? Men ham tushunmayman. Bu ota-ona hatto bu masala bo'yicha ariza ham yozishmagan. 2 yil davomida o'g'il bolada o'zgarishlar ketyapti. Garmonal tomonidan ham o'zini tutishi boshqa masalalar bo'yicha, lekin ariza bermoqchiman. Desa Xudoga solib qo'ydim. Bu qanchalik johil bo'lish kerak? Qanchalik? Xudoga solib qo'yib 2 yil davomida qo'yib berishganmi? Mayli, Xudo bor. Buni mahalla raisi ham bilgan. Buni o'sha nima bilan gaplashilsa, shu bolani endi orqa teshigiga jinsiy nima qilgan-ku, yaqinlik qilgan, uni yurtib yuborgan. Uni tikkan birinchi ham bilgan. Lekin bunaqa paytda 102 qilinadi avtomatik ravishda. Lekin bekitib o'tirishgan, yo puli qozon, yo puli o'zbekchilik. Qachondan beri bizda o'zbekchilik bunaqa narsa bo'lib qoldi. Bizda-chi men juda hayron qolaman. Zulmmi, o'zbekchilik, odamlar nima deydi? Odamlar doimiy ravishda gapiradi. Va doimiy ravishda zo'ravon emas, jabrlanuvchi uyaladi. U jabrlanuvchi. Vaholanki u haqida zo'ravon uyalish kerak. Uni oilasi sharmanda bo'lishdan uyalish kerak. Yo'q, hamma narsani mana shunaqa yopishadiki va oxir-oqibat mana shunaqa katta travmalar bilan nima katta bo'ladi. Xo'p, endi u 2 yil davomida u qanday holatda endi u bola? Men bordim keyin. Onasi bilan gaplashsam, onasi ko'chada qolganini yig'lab gapirib beryapti, och qolganini yig'lab gapirib beryapti. O'sha eri urganlarni yig'lab gapirib beryapti, lekin bolani mana qilganda, mayli Xudo bor, hech narsa bo'lmagandek. Shok. Keyin otasiga aytdingizmi? Sen otasining xabar bor. Nima desa, endi seni o'g'lingni deb ashna qilgan bo'lsa, akam endi jigarim pichoqlashim kerakmi? Men undan ham shok bo'lib qoldim. Chunki odam shunchalik johil bo'ladimi?